2026-yil Arslon burji vakillari uchun porlashga urinish emas, tabiiy porlash yilidir. Bu bashorat sizning ichingizdagi quyoshni uyg'otadi. Bu yil Arslon burji vakillari uchun shovqin emas, tan olinadigan sukunat yilidir. Agar siz ham ichingizda vaqtim keldi deb his qilayotgan bo'lsangiz, diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Arslon burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Arslon burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l-yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Arslon burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. 2026-yil hayotingizdagi qoralamalar tugab, ya'ni oldingi yillardagi hali tayyor emasman, bu vaqtinchalik, keyinroq degan holatlar tugab, haqiqiy sahna boshidan ochiladigan yil bo'ladi. Ilgari tayyorgarlik uchun pauza bo'lib ko'ringan barcha jarayonlar aslida katta premyeraga olib kelayotgan mashq ekanini tushunasiz. Soddaroq qilib aytganda, endi mashq davri tugaydi. Hayotingizda haqiqiy, muhim voqealar boshlanadi. Yupiter sizga yana imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlash olib keladi. Mars qat'iyat va ichki kuch beradi. Venera esa his-tuyg'ularni jonlantirib, hayotingizga yangi qiziqarli voqealarni olib kiradi. Ammo Saturn sizni jiddiy sinovdan o'tkazadi. U sizdan mas'uliyat, tartib va aniqlik talab qiladi. Bu yil siz haqiqatan ichingizdan porlayapsizmi? Yoki faqat tashqi ko'rinish bilangina ta'sir qilyapsizmi? Shuni aniqlab beradi. Shu sababli 2026-yil baland shovqin, dabdaba yoki ko'z-ko'z qilish yili emas. Bu yil aniq reja, puxta qarorlar va haqiqiy mahorat orqali natijaga erishish davridir. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilning yanvar-mart oylari bashorati. Yilning boshlanishi sahna ortida turgan holda, qo'llar chalinayotganini eshitib, pardani ko'tarilishini kutayotgan holatga o'xshaydi va nihoyat parda ko'tariladi. Siz uchun o'zingizni namoyon qilish imkoniyati keladi. Yetakchilikni talab qiluvchi ish, so'zingiz hal qiluvchi bo'ladigan loyiha yoki o'zingizni ko'rsatadigan vaziyat. Asosiysi ortiqcha dramatizmdan qoching. Ya'ni keragidan ortiq hissiyotga berilmang. Mayda narsalarni katta fojia qilmang. Dunyo hozir sokin, barqaror ishonchni qadrlaydi. Moliya o'sish ehtimoli yuqori, ammo xavfli qadamlar bilan shoshilmang. Sevgi issiq, sizni kuchli his-tuyg'ular va katta ishoralar tortadi, lekin yulduzlar maslahat beradi. Ba'zan sokinlik ovozdan ham balandroq jaranglaydi. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oylari bashorati. Yupiter sizni yangi bosqichga olib chiqadi.
ishingizda o'sish bo'ladi, odamlar orasida obro'yingiz oshadi, sizga ko'proq e'tibor qaratila boshlaydi, hayotingizda yuragingizni tez urdiradigan taklif yoki sizni ruhlantiradigan inson paydo bo'lishi mumkin. Lekin Saturn eslatadi, faqat hayajonga berilib ketmang. Har bir imkoniyat mustahkam asosga ega bo'lishi kerak. Hammasiga birdek yopishmang. Aynan sizga mos bo'lgan yo'lni tanlang. Venera esa jozibangizni oshiradi. Siz boshqalarga yoqimli, o'ziga tortuvchi bo'lib ko'rinasiz. Muhabbat, e'tirof va ilhom yaqin bo'ladi. Faqat haddan oshmang. O'zingizni charchatib yoki yonib ketib qo'ymang. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oylari bashorati. Yoz dam olish va kuchni qayta yig'ish vaqtidir. Ehtimol oldin juda ko'p imkoniyatlarni quvib, o'zingizni ortiqcha charchatgandirsiz. Endi tanaffus qilish kerak. Saturn sizni majburan to'xtatmaydi. U shunchaki sizning charchaganingizni sezib, sekinlashishni tavsiya qiladi. Bu muvaffaqiyatga qarshi emas, aksincha uni saqlab qolish uchundir. Munosabatlarda sinov bo'lishi mumkin. Agar yoningizdagi odam sizning kuchingizni qabul qila olsa, aloqangiz uzoqqa boradi. Agar bundan qo'rqsa, ortiqcha janjalsiz, tinchgina qo'yib yuborganingiz ma'qul bo'ladi. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oylari bashorati. Yil oxiri eng yorqin lahza bo'ladi. Siz e'tibor markazidasiz. Atrofdagilar esa yutuqlaringizni tan oladi. So'nggi yillarda qilgan mehnatingiz va boshlagan ishlaringiz nihoyat samara beradi. Daromad, mavqe va e'tirof barchasi qilgan mehnatingizga mos bo'ladi. Venera muhabbatga iliqlik olib kiradi. Bahorda boshlangan munosabatlar jiddiy va mustahkam bo'lib qoladi. Yolg'iz Arslon burji vakillari uchun esa izlab yurishni to'xtatadigan, qalbga yaqin inson bilan uchrashuv bo'lishi mumkin. Yil yakunida Yupiter go'yo shunday deydi. Endi ishonasanmi? Sen bunga chindan ham loyiqsan. 2026 Arslon burji vakillari uchun haqiqiy renessans yilidir. Sinovlar bo'ladi, lekin soxtalik bo'lmaydi. Siz endi yorqin ko'rinishga urinmaysiz. Siz tabiiy ravishda porlaysiz va bilasizmi, dunyo buni ko'radi. 2026-yil shiori: men sahnani izlamayman, men o'zim sahnaga aylanaman. Eng yaxshi davrlar aprel, avgust, dekabr oylaridir. 3 chorakli triumf. Arslon burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil Arslon burji ayollari uchun o'ziga qaytish yili bo'ladi. Doim kuchli, mukammal va charchamaydigan bo'lib ko'rinishga urinish tugaydi. O'rniga haqiqiy, samimiy, ba'zan charchaydigan, lekin ichidan baribir kuchli bo'lgan men paydo bo'ladi. Shaxsiy hayotda ochiqlik muhim bo'ladi. Agar yoningizdagi inson bilan erkin kulib, jim turib ham o'zingizni qulay his qila olsangiz, bu munosabatlar yanada mustahkamlanadi. Agar aloqa faqat kerak bo'lgani uchun davom etayotgan bo'lsa, 2026-yil sizni muloyim, ammo aniq qaror qabul qilishga olib keladi. Ish va faoliyatda o'zingizni yana boshqaruvda his qilasiz. Barchaga yoqishga urinish kamayadi. O'zingizga mos ishlash istagi kuchayadi. Yil davomida yangi imkoniyatlar, takliflar va loyihalar paydo bo'ladi. Natija esa faqat chin dildan qilgan ishingizdan keladi. Yilning eng muhim xulosasi: men charchadim deyishlik zaiflik emas, o'zingizga g'amxo'rlik qilish yangi kuch topishning yo'lidir. Yil oxirida tushunasiz, dunyoni zabt etish shart emas. Siz shunchaki o'zingiz bo'lib yursangiz ham atrofingizni yorita olasiz. Arslon burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil erkak arslonlar uchun o'ziga bo'lgan ishonch va ichki tayanchni qayta topish yili bo'ladi. Siz yana faol hayotga qaytasiz, lekin bu safar maqtov yoki olqish uchun emas, ichingizdagi kuch sabab harakat qilasiz. Rahbarlik, martaba o'sishi, yangi lavozim yoki biznes imkoniyatlari paydo bo'ladi.
Siz endi shoshilmaysiz, baland ovoz bilan isbotlashga urinmaysiz. Tinch, ishonchli qadamlar bilan oldinga borasiz. Shu sababli natija ham mustahkam bo'ladi. Moliyaviy holat barqarorlashadi. Siz endi hayot bilan kurashmaysiz. Aksincha, u bilan kelishib ishlay boshlaysiz. Sevgi va munosabatlarda ochiqlik muhim bo'ladi. Qayerda chin hurmat va samimiylik bo'lsa, munosabatlar chuqurlashadi. Agar aloqa faqat odat yoki g'urur sabab davom etayotgan bo'lsa, 2026-yil sizga aniq qaror chiqarishga yordam beradi. Eng muhim vazifa o'zingizga ortiqcha yuk olmang. Dam olishni o'rganing. Ba'zan orqaga chekinish yutqazish emas, bu donolikdir. Yil oxirida tushunasiz, joy uchun kurashish shart emas, chunki sizning o'zingiz nur manbaisiz. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilgi sevgi bashorati. Bu yil sevgi drama yoki ko'z-ko'z qilish uchun emas. Oldingizda bitta muhim savol turadi. Men bu munosabatda haqiqatan baxtlimanmi yoki shunchaki o'rganib qolganmanmi? Aynan shu savolga bergan javobingiz butun yil davomida yo'lingizni belgilaydi. Munosabatda bo'lganlar uchun 2026-yil ochiq va rost gaplashish davri bo'ladi. Yoki siz muammolarni yashirmay gaplashib, ularni hal qilasiz va bir-biringizga yaqinlashasiz, yoki tinch va hurmat bilan yo'llaringizni ajratasiz. Agar munosabatda iliqlik va haqiqiy sevgi bo'lsa, u yangi bosqichga o'tadi. Kelajak rejalari, oila, birga yashash. Yolg'izlar uchun sizni faqat tashqi joziba emas, balki qalbingizni tushunadigan inson jalb qiladi. Bu raqobat yoki kim kimni hayratda qoldiradi o'yini emas, bu hurmatga asoslangan yaqinlik bo'ladi. Yilning eng muhim xulosasi: e'tibor uchun kurashishni bas qiling. O'zingiz bo'lishdan qo'rqmang. Chin muhabbat aynan shunda topiladi. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilgi moliya bashorati. Bu yil pulga bo'lgan munosabatingizni qayta ko'rib chiqasiz. Endi ko'z-ko'z qilish yoki ortiqcha dabdaba emas, balki aniq reja va ishonch muhim bo'ladi. Daromadni oshirish imkoniyatlari ko'p bo'ladi. Lavozim ko'tarilishi, foydali takliflar, qo'shimcha to'lovlar va bonuslar. O'z ish yoki loyihangizning rivoji. Lekin pul sarflab boshqalarni hayratda qoldirish endi sizga zavq bermaydi. 2026-yil shuni o'rgatadi. Haqiqiy kuch ichki xotirjamlik va barqarorlikdadir. Katta xarajatlar va sarmoyalar muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin, faqat ular puxta o'ylab, hisob-kitob bilan qilingan bo'lsa. Yil o'rtalarida uy, oila yoki turmush tarziga bog'liq qo'shimcha xarajatlar chiqishi ehtimoli bor. Bu salbiy emas, shunchaki pulni to'g'ri taqsimlash va ustuvorliklarni aniqlash kerak bo'ladi. Yil oxirida moliyaviy xotirjamlikni his qilasiz. Pul ko'pligidan emas, balki har bir qaroringiz ongli va o'ylangan bo'lgani uchundir. Arslon burji vakillari uchun 2026-yilgi sog'lik bashorati. 2026-yilda sog'lik uchun eng muhim narsa muvozanatdir. Ko'p o'ylash, ko'p harakat qilish va katta mas'uliyatni ichingizda yig'ib yurish tanani charchatadi. Agar dam berilmasa, organizm signal bera boshlaydi. Bu yil asab tizimi va yurak alohida e'tibor talab qiladi. Dam olish bu hashamat emas, ehtiyojdir. Sizga ayniqsa foydali bo'ladi. Sifatli uyqu, massaj, sokin yurishlar, yoga, so'zish, his-tuyg'ularni ichga yutmasdan gapirib tashlash. Bahor va yozda hislarni bosib yurish qon bosimi ko'tarilishi, kuchli charchoq yoki uyqusizlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun gapiring, bo'lishing, ichingizni yengillashtiring. Yil oxiriga kelib o'zingizni jismonan ham, ruhiy jihatdan ham yengilroq his qilasiz. Agar o'zingizdan mukammallikni talab qilib, haddan tashqari zo'riqtirmasangiz, haqiqiy kuch o'zingizni asrab, sekin va uzoq yo'l bosishdadir. Arslon burji vakillari, eslab qoling, siz endi olqish uchun yashamaysiz. Siz borligingiz bilan maydonni yoritib turasiz. Dunyo sizni sinadi, endi esa tan oladi. Shoshilmang, o'zingizni yo'qotmang va eng muhimi o'zingizga xiyonat qilmang. 2026
sizning yilingizdir. Sokin, ammo buyuk. Agar bu bashorat yuragingizga yetib borgan bo'lsa, like bosing. Arslon burji vakillari bilan ulashing va kanalda qoling. Chunki eng yorqin videolar endi boshlanmoqda. Do'stlar, mana shu bilan biz Arslon burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir Arslon burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l-yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Aziz do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha. Xayr aziz do'stlar.